Assalomu alaykum. Bugungi videomizda sizlar bilan YouTuber bo'larkanmiz. Men endi YouTuber ekanman. Endi YouTuber bo'lishim kerak ekan. Bu yerga yana qo'yib qo'yamiz. Pulimiz 150 pulimiz bo'ldi do'stlar. Free. Nima? Qo'yamiz endi. Mana hozir mana biz edit qilyapmiz. Mana edit qilyapmiz biz do'stlar. Robloxda edit. Men bunda YouTuber, katta YouTuber bo'lishim kerak ekan. Mana edit qilyapman. Meni hozir do'stlar 205 ta odam ko'ryapti. Mana juda ko'p ko'ryapti meni odamlar. Meni 500 ta odam ko'ryapti. Üstte 700'te 800'te 900'te meni 1 million odam ko'ryapti endi. Meni odamlar ko'rishni boshlayapti. To'xtanglar, men hozir yana bu yerga shunday pullarni qo'yib tashlayman. Hozir mening joyim juda zo'r bo'ldi mana. Men bu yerga pulim juda tez oshyapti. 69 Robux ekan. Meni Robuxim yo'q, shuning uchun bu yerga qo'yolmayman. Hozir yana bu yerda kontent qilay. Men obunachilarim 3 ga bo'lyapti. Lekin esa hayotda esa hali 10 ta ham bo'lgani yo'q. Ishoninglar, katta bloger bo'laman. Buni poddeska qilib tursanglar 100 ga ham chiqamiz do'stlar. Poddeskada bo'linglar. Ana biz o'zi 4 ga bo'lyapmiz. 3,5 ga bo'ldik hozir. Mana endi 4 ga bo'ldik. Mana bu yerda kontentimiz juda zo'r o'tyapti. Yaxshi 5 ga bo'ldik. 6 ga bo'ldik. To'xtalar endi. Nima qilishim kerakmi? Yig'ilib pulim yo'q va pulli yo'qdan bitta men boyman. Chunki pullarim juda ko'p bo'ldi. 580 dan pulim juda ko'payib ketdi hozir. Uylarim, meni uyim ham ko'payib ketdi. Uyim kattarib ketdi demoqchi edim. Bular Robuxga pulim 30 million bo'ldi. Hozir endi
nimalarga ishlatsa bo'ladi pulni? Meni boy bo'lib ketdim-da, juda. Mana. Men obunachilarim ham ko'p. Xohlagan narsam qilaman. Mana hozir uyimiz, to'xtanglar. Men obunachimni ko'paytirishim kerak nima? Nariyoqqa chiqib bu yerlarni bir ko'rib kelamiz. Yaxshi. Yo'q, pulimiz qolmabdi bu yerdan. Mana pulimiz yana bor. Mana qilyapmiz. Uyimiz shinamgina 2 tashqam bo'lib ketdi. 8 millionni oldim yo bu Robux'a. Hozir yo YouTube 400 olur. YouTube kanallar olib keldi bizga. Mana bu nima qilyapti? Yo, biz Robux'imiz yo'q, afsuski. Shunga bularni ololmaymiz. Hozir tepaga chiqib. Tepalarni ham qursa bo'lar ekan. Tepalarda ham joylar qilsa bo'lar ekan. Bizda pulimiz qolmadi, pulimiz. Pul olib kelaylik. Chunki biz bu pastda boymiz-ku deb. Уже 20 kaga chiqyapti obunachilarim. Qancha 30 million kerak ekan. Vau. Yana pulimiz tugab qoldi hozir do'stlar. Hozir endi 15 million, 16 million bo'ldi. Do'stlar hozir pulim mana olardi. 19, 30 million olib chiqaylik-da do'stlar. To'xtanglar, kontent qilib chiqay. Cho'ta, obunachilarim kam bo'lib. Davay. Davay do'stlar, 20 ka qilamiz. Davay do'stlar, davay. Davay do'stlar, davay. O'zi 20 ka bo'ldik. Obunachilarim, davay, mana juda tez ko'taringlar. Davay obunachilarim. Ana menga to'xtamasdan odamlar kelyapti. Ana obunachilarim ko'paydi, obunachilar. To'xtanglar. O'zi pulimiz ham ko'payib qoldi. Pullar yoqdan ancha yig'ilib qolgan bo'lsa kerak. Juda obunachilarimiz ko'paydi. Menga shuncha obunachi bo'ladi. Sekin yig'ilsa bo'ladi. 43 million, 66 million pulimiz bor. Hozir tepani hamma joyini chiqamiz. O'zi ikkita narsaga shuncha pul ketib qolyapti, do'stlar. Nima qilamiz? 50 million kerak. 5 million, mana 5 million. Pulimiz. Tepa qimmatlashib ketdi, bolalar. Tepa qimmatlashdi. Yaxshi. Nima? Obunachim ko'p meni obunachilarim. Shu o'tiradigan joylarimiz juda kuchayib ketdi. Qaranglar, mana xonalarimda. Kompyuterlar yaxshi. 1 million bo'ldi. Kabulli. Komment hammasi tez chiqyapti do'stlar hozir bizda. Yaxshi. To'xtanglar, endi bir tepalarni yaxshi qilib chiqamiz. O'zi 45 million pulimiz bor. 78 million pulimiz bor. 20 dollarga bir qo'ramiz. Nima bu endi nima?
58 milyon. 20 milyon. 20 milyon. Yo-mayo, nima bo'ldi? Yaxshi. Yo, bu tepami ham past bo'ldim. Past shunchalik bo'lib ketdimi deb o'ylayapman. Tepamiz yaxshi bo'ldi o'sha, do'stlar. Bu pullar qayerga bo'ladi? Pastga borayotgan-da. 50 milyon, shunga 50 million sovorish kerak edi-da, bolalar. 50 million bo'libmi pulimiz qancha bo'ldi? 38 million bo'ldi. O'sha 42 ga bo'ldik. 50 ga qilaylik-da, davay. 50 ga bo'lamiz, davay do'stlar. 50 ga bo'lishimizga oz qoldi. Keyingi videoda 100 ga qilamiz do'stlar, keyingi videoda. Yaxshi. Ga 50 ga bo'lsin, 50 ga o'zi ham ketadi endi. Bo'ldi, 50 ga bo'ldi. 39 to'xtaylar, pulimizda buylay to'xtaymanmi? Robux'da. Mana tepaga ishlataveramiz, to'xtaylar. Bu yerdan da qaytaylik boyaga. Bu yoqdan yaxshi. Endi mana quramiz. Pulimiz 80 million ekan bu, yo'q. Mana bu xonani quramiz endi 10 million. 20 million. Uyimiz yaxshi bo'ldi. Yaxshi, 33 million. Yaxshi. 60 ga bo'ldi o'zi. Mana yotoqxonalarimiz yaxshi. Hali 110 yo'q, hali bo'lmabmiz. Do'stlar, shu joyda videoni to'xtatamiz, chunki 15 minutdan o'tib ketyapti. O'tib ketyapti do'stlar. Hozir ikkinchi qismida buni 100 ga obunachimiz qilamiz yoki 150 ga shuna qilamiz. Tepalarni 3 etashga uramiz do'stlar. Bo'lmasa hammaga chao.